kiritamiz. my.uzbmb.uz yoki shunchaki my.uzbmb deb yozsak ham bo'ladi yoki dtm my.dtm deb yozsak ham chiqadi. Lekin aynan mana shu saytga kirishimiz kerak. Mana ko'rib turibsiz, bilim va malakalarni baholash agentligi birinchi chiqib turgan mana shu saytga kirishimiz kerak. Adashib boshqa saytga kirishib ketmasligimiz kerak. Mana yuqorida ham yozib qo'yibdi my.uzbmb.uz. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda kirish va ro'yxatdan o'tish bor. Shu yerda aytib ketaman, agar sizda avvaldan ro'yxatga o'tgan nomeringiz bo'lsa, ya'ni siz o'tgan yillarda ham o'qishga topshirib ko'rgan bo'lsangiz, sizda demak akkaunt bo'ladi va kirish orqali o'zingizni raqamingiz orqali kirishingiz mumkin. Agar birinchi marta bo'ladigan bo'lsa, siz mana bunga ro'yxatdan o'tishni ustiga bosasiz. Demak, ro'yxatdan o'tishdan chiqqandan keyin birinchi bo'lib pasport seriyamizni yozamiz, ya'ni pasport seriya va raqami. Bu o'sha ikkita raqam AA yoki AD yoki AB harflari va undan keyin pasport seriyamiz va undan keyingi raqamlar, 7 xonali raqamlarni kiritamiz. Demak, mana shunday raqamlarni kiritib bo'lganimizdan keyin JSHIR raqamni ham kiritamiz. Bu raqam ham pasportimizda yozilgan bo'ladi, ya'ni 14 xonali raqam 30 yoki 40 sondan boshlangan raqam bo'ladi. Mana pasportni mana bu qismidan olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi telefon raqamimizni kiritamiz. Bu aynan o'zingizga tegishli bo'lgan telefon raqamini kiritishingizni maslahat beramiz, chunki keyinchalik aynan o'zingizning telefon raqamingiz orqali kirib, ikkinchi bosqichni amalga oshirishingiz kerak. Shuning uchun birovlarning telefon raqami emas yoki kimdir yordam berayotgan insonning raqami emas, o'zingizga tegishli bo'lgan telefon raqamini kiritishingizni demak so'ragan bo'lardim, chunki keyinchalik har qanday muammolardan qutulish uchun aynan o'zingizning raqamingizni kiritishingiz maqsadga muvofiq. Shu narsani qat'iy sizlarga eslatib qo'ymoqchiman. Demak, telefon raqamini kiritib bo'lganingizdan so'ng parol qo'yasiz. Parol ham esda qolarli bo'lishi kerak. Lekin agar parolingiz esdan chiqqan holda ham uni tiklashingiz mumkin. Shuning uchun qo'rqmasdan parolni qo'yavering, chunki agar telefon raqami o'zingizga tegishli bo'lsa, SMS orqali parolni tiklab olish mumkin. Shuning uchun bu yerda birorta katta harf va raqamlar ishtirok etgan parol qo'yamiz. Tepaga ham, pastga ham bir xil parol kiritiladi va pastda esa arifmetik ifodani javob yoziladi. Va bu yerda 3 × 5, demak bilasiz 15 raqami. Demak, mana shu yerda arifmetik ifodani ham kiritib o'tamiz. Demak, arifmetik ifodani yozganimizdan so'ng ro'yxatdan o'tish, mana bu yashil bilan yozilgan ro'yxatdan o'tish yozuviga bosamiz va bizda mana bunday oyna ochiladi. Bu yerdan demak bizga kelgan SMSni kiritishimiz kerak bo'ladi. Va shu orqali biz mana saytga ro'yxatdan o'tib kirib olamiz. Yoki bo'lmasa, sizda o'sha aytganimdek raqamingiz avvalda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, shu raqam bilan parolingizni kiritgan holda mana bunday arifmetik ifodani kiritgan holda bemalol ro'yxatdan o'tgan raqamingiz bilan ham kirishingiz mumkin. Ikkala holatda ham demak bizda mana bu oyna ochiladi va bu oyna orqali biz endi hujjat topshirishimiz, ya'ni birinchi bosqichni amalga oshirishimiz mumkin. Mana eng tepasida turibdi, oliy va professional ta'lim muassasalariga qabul. Va shuni ustiga bosamiz. Bizga bosganimizdan so'ng mana bu oyna ochiladi. Bu yerdan esa xizmatdan foydalanish yozuvi ustiga bosamiz. Mana yashil bilan yozib qo'yilgan. Va mana bu yerda bir qancha ma'lumotlarni kiritishimiz kerak. Birinchi o'rinda tugallangan, demak o'zimiz tugatgan ta'lim muassasasini yozishimiz kerak. O'sha qaysi davlatda, qaysi viloyatda, qaysi litsey yoki maktabni tugatgan bo'lsak, shularni kiritishimiz kerak. Ko'p hollarda bu avtomatik kiritilgan bo'lishi ham mumkin. Agar sizda demak avtomatik chiqsa, uni to'g'rilash shart emas. Menda esa hozir bu joylar kiritilmaganligi sababli o'zim qo'lda kiritib chiqaman. Ya'ni qayerda joylashgan maktab, litsey yoki o'sha o'rta maktabmi, uni qaysi maktabligi va nechinchi yilda bitirganim kabi ma'lumotlar va oxirida hujjat seriyasini ham kiritamiz. Bilasiz, har qanday diplomni o'zini hujjatni seriyasi va raqami bo'ladi. Aynan mana shularni ham kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng saqlash ustiga bosamiz. Mana pastda saqlash belgisi turibdi, shuni bosamiz. Va bizda demak ushbu oyna ochiladi. Demak, shu ma'lumotlarni kiritganimizdan so'ng mana
birinchi bosqich ochiladi bizda shartnomalarni shartlarini qabul qilishni bosganimizdan so'ng biz hujjat topshirishimiz mumkin bo'ladi. Mana birinchi o'rinda test topshirish hududini tanlaymiz. Test topshirish hududi aynan bilasiz, test jarayonlari iyul, avgust oylarida bo'lib o'tadi. O'sha paytda qayerda bo'lsak, o'sha joyni tanlaganimiz o'zimizga ma'qul. Ortiqcha og'rigarchiliksiz o'sha o'zimiz yashaydigan joy yoki o'zimiz aynan iyul oyida qayerda bo'lsak, o'sha joyni tanlaganimiz ma'qul. Masalan, siz Samarqandda yashasangiz Samarqandni, agar Farg'onada yashasangiz Farg'onani tanlaganingiz ma'qul. Aynan o'sha hududga yaqin joyda imtihon topshirasiz. Aynan masalan siz topshirayotgan universitet joylashgan joyga, masalan Toshkentdagi yuridik universitetga topshirayotgan bo'lsangiz, aynan Toshkentga borishingiz shart emas. Bu yerdan o'sha Farg'onada yashasangiz Farg'onani tanlab yuridik universitet uchun hujjat topshirishingiz, ya'ni imtihon topshirishingiz ham mumkin. Shunday ekan, bu yerdan o'zingiz yashaydigan joyni tanlaysiz va keyingisi ta'lim tili muhim. Qaysi tilda ta'lim olgan bo'lsangiz, ya'ni maktabda qaysi tilda o'qigan bo'lsangiz, ko'pchilik o'zbekcha o'qigan yoki misol uchun siz agar ruscha yoki tojikcha va boshqa tillarda o'qigan bo'lsangiz, o'shani ham kiritishingiz mumkin. Mana bu yerda 6 ta 7 tacha til kiritilgan, qozoqcha va qirg'izcha tillar ham bor. Agar sizga ushbu tillarni ham tanlashingiz mumkin. Demak, buni o'zimizga mos tilni tanlab qo'yamiz. Va undan keyingisi esa test topshirish alifbosi, ya'ni o'zbekchani tanlagan bo'lsangiz, lotin yoki kiril tanlashingiz kerak. Agar siz ancha yillar oldin o'qigan bo'lsangiz, kiril alifbosida o'qigan bo'lishingiz mumkin. Lekin hozirgi yoshlar o'sha lotin tilini tanlaydi. Va undan keyin esa aynan mana shu yo'nalishni tanlashimiz mumkin. Misol uchun bu aytganimizdek, agar siz yuristlikka qiziqayotgan bo'lsangiz, Toshkent yuridik universitetiga kirayotgan bo'lsangiz, demak yuristlik yo'nalishini tanlaymiz. Demak mana Y harfi bilan pastga tushiramiz. Mana yurisprudensiya. Mana aynan shu yurisprudensiyani tanlasak, bizga ma'lumotlar chiqib keladi. Demak, bu yo'nalishda mana birinchi fan davlat va huquq asoslari, keyingi fan chet tili 30 tadan savol va undan tashqari barcha uchun umumiy majburiy 3 ta fan bor. Bilasiz, ona tili, o'zbek tili yoki o'sha rus qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi. Demak, mana shular haqida ma'lumot berilyapti. Bularni tanishib chiqqanimizdan so'ng tasdiqlashni bosamiz. Ko'rib o'tgan ma'lumotlar asosida demak ma'lum bo'ladiki, umumiy 189 ball olish mumkin. Shunga yarasha tayyorlanishimiz kerak bo'ladi. Demak, tasdiqlash ustiga bosamiz. Tasdiqlash ustiga bosganimizdan so'ng, demak, bu yerda chet tili ham mavjud ekan, shuning uchun chet tilini ham tanlashimiz kerak. Masalan, agar siz turk tilidan tayyorlangan bo'lsangiz, turk tili yoki xitoy tilidan o'qigan bo'lsangiz, xitoy, koreys bo'lsa, koreys yoki ingliz tilidan o'qigan bo'lsangiz, ingliz tilini tanlashingiz kerak. Bu juda ham muhim. Chunki sizga tushadigan savollar aynan o'sha tildan bo'ladi. Agar siz ingliz tilini o'qigan bo'lib turib fransuz tilini tanlab qo'ysangiz, sizga fransuz tili tanlanishi mumkin. Misol uchun mana biz ispan tilini tanladik. Bu yerda yana ogohlantirish beradi. Siz ispan tilini tanladingiz. Savollar ispan tilidan bo'ladi degan. Demak, bizga eslatish beradi va o'sha o'zimiz xohlagan tilni tanlaymiz. Men shunchaki misol sifatida ispan tilini tanladim. Siz o'zingiz xohlaganingizni tanlaysiz va saqlashni bosamiz. Va bizga tasdiqlash uchun SMS xabar yuboriladi. Mana raqamga SMS xabar yuborildi deb xabar keladi. Siz esa o'zingizni telefoningizga kelgan o'sha SMSni yozishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda siz haqingizdagi barcha ma'lumotlar chiqarilgan bo'ladi. Topshiradigan fanlar. Undan tashqari, agar siz birinchi yil emas, ikkinchi yoki undan keyingi yillarda o'qishga topshirayotgan bo'lsangiz, ya'ni bu yildan oldingi yillarda o'qishni tugatgan bo'lsangiz, sizga to'lov ham majburiy hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda 187.500 to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Mana invoice raqami shakllantiriladi. Aynan mana shu invoice raqami orqali buni Click Pay Me yoki boshqa to'lov tizimlari yoki bankdan to'lashingiz ham mumkin. Buni yuklab olishimiz mumkin yoki mana bu raqamga asosan to'lasak ham bo'ladi. Bundan tashqari ushbu qayd varaqasini ham yuklab olishimiz mumkin. Buning uchun mana bu pastdagi mana bu yuklab olish belgisi turibdi, yashil ko'rinishdagi.
aynan mana shu ustiga bosib ham yuklab olishimiz mumkin. Demak, mana qayd varaqasini yuklab olishni bosamiz yashil belgi ustiga. Ushbu mana qayd varaqasi hosil bo'ldi. Bu yerda umumiy ma'lumotlar keltirilgan va e'tibor bering, to'lov holati hali to'lov amalga oshirilmagan turibdi. Shuning uchun to'lovni 20-iyungacha iloji boricha to'lab qo'yishingiz maqsadga muvofiq, bo'lmasa siz testga kira olmay qolishingiz mumkin. Aytib o'taman, yana bu avvalgi yillarda o'qishga topshirganlar uchun tegishli. Birinchi yil o'qishga topshirayotganlarga hech qanday to'lov yo'q. Ya'ni siz mana shu yil maktabni yoki litseyni yoki kollejni tugatgan bo'lsangiz, sizga hech qanday to'lov so'ralmaydi. Lekin avvalgi yillarda tugatganlar uchun to'lov majburiy hisoblanadi. Mana birinchi bosqichda qilishimiz kerak bo'lgan ishlar mana shu. Mana shu demak qayd varaqani o'zimizga saqlab qo'yamiz. Mana tepaga ko'rib turibsiz, yuklangan holda turibdi telefonimizga. Bu faylni Telegramga tashlab qo'yib o'zimizga saqlab qo'ysak ham bo'ladi. Asosiy qilishimiz kerak bo'lgan ishlar mana shulardan iborat edi. Yana qo'shimcha qandaydir tushunarsiz joylar ketgan bo'lsa, savol sifatida jo'nating. Biz savollarga javob berishga harakat qilamiz. Shuningdek, bizda mana ushbu kanalimiz, Telegram kanali ham bor. Ushbu Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana pastda demak ushbu video opisaniyasida uni manzilini qoldiraman. Boshqa Telegram va Instagram sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz